Demek bank bilan aholini o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. O'sha yerga har bir mahalla agenti o'zini mahallasi hududidagi mavjud tadbirkorlikka moyil insonlar demak tanlab oladi. Ularni bankdagi mavjud xizmat turlari bilan ular tanishtiradi. Birinchi navbatda halol bo'lishi kerak mahalla agenti ham. U mahalla agenti demak biriktirilgan mahalla bankiriga o'sha tadbirkorlikka moyil fuqaroni tanishtiradi. Mahalla banki bilan birgalikda uni faoliyat yo'nalishini o'rganadi. Qanaqa kredit olmoqchi, nima qilmoqchi. Muammolar chuqur o'rganadi. Birinchi navbatda o'zini tanishtiradi. Telefon raqamlarini beradi. Nima tushunmovchiligi bo'lsa, o'shani to'liq tushuntirishga harakat qiladi. Bo'lmasa mahalla banki bilan birgalikda shuni jalb qiladi. Murojaat demak yo'nalishga chiqmaydi, 2-3 kun o'tib mijoz yana bog'lanib, jarayon qanday ketayotganini bilib turadi. Mahalla banki bilan doim bog'lanib yordamchiga demak mijozni nima qilmoqchi, mahalla bankidan qanaqa hujjatlar talab qilinyapti, nima yordam bo'lsa, doim shu bilan birgalikda shug'ullanadi. Bo'ldimi? Natija bo'lishidan qat'iy nazar xabar bering. Mijoz natijani bilmaslik ishonchni yo'qotish demakdir. Demak, mijozga xatini tekshirib, qanaqa kreditga loyiqati borligini ko'rsa, shuni natijasini aytib qo'yish kerak-da. Misol, xatim agar nima chiqsa, u ham bankka bo'lgan ishonchini uyg'otadi-da.